Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Samarqand mashina bozorida Damas labonalarni ko'ramiz. Yangilardan boshlashga harakat qilamiz. Yangilardan eskilargacha ko'ramiz. Eskilar. Mana shundan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bemalol. Xo'sh, aka buni yili nechi? Damazimiz 2020. 2020? Kraska qurollik xarajati bormi? Kraska bor, orqa kirildi. Qayerda? Orqa kiriladi? Boshqa joyda yo'q. Yo'q, boshqa joyda yo'q. Zadnimoz, korobka, hadovoy 72 ming yurgan ekan. Salon holati mana. Akalar. Xo'sh. Balonlari ham yangi ekan, 4 ta balon. Karmetal diska buni bilgan biladi, Samarqandga bu mashhurliklardan. Aka nech bilyapsiz buni? Buni 5000 deyapmiz, kami bor. 5000? Qanchaga berasiz bo'lishini? Bo'lishini kelsin, xaridorlar kelsin, pullar beramiz. 4,5 bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladimi 4,5? Hozir mana aylantirib ko'ramiz. Mana akalar oq rangda 2020 ekan Damasimiz. 4 ta yangi balon tonirovkalar qilingan. Zadnimoz, korobka, hadovoy hech qayerda ishi yo'q deyapti. 4,5 ming narxini aytayapti. Metan-da aka bu? Ha, metan. Metan gazda ekan. Benzinda ham yuradi. Benzinda ham yuradi. Aka nomeringizni ayting. 99lik 99lik 754 754 49 30. 49 30. Mayli aka, rahmat. Mayli, charchab. Endi keyingilarga o'tamiz. Bu havo issiq ekan anchalik. Shaxsot Zoirov Ilyosov chiqadi. Assalomu alaykum. Mana shudan ketib olamiz endi. Yili eskilarga o'tib ko'ramiz bir. Yili eskilardan bir ikkita olib ko'raylik, yana qaytamiz orqaga. Mana shu qizildan boshlasak. Mana nima deydi? Xo'sh, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, buni yili nechi aka? 97. 97-yil, 1997-yil Damas mana qizil rangda. Kraska. Kraska boshqa. Radnoy. O'zining kraskasi bilan turibdi. Endi ketnalar bor. Endi 97-yil mashinaga endi yotam bo'ladi agar alik bo'lsa. Balonlar karmetal diska mana ichini ko'ramiz. Yurgani 194 ming. Bu qaytarilganicha yo'qotib qo'ygan. Kam shuncha yurganmi? 97. O'ylanib mingan 97-yil. Holatini ham ko'ring. Buni borib qo'ygan. Metanmi bu aka? Metan benzin. Benzinda ham yuradi. Zo'r-ku. Garantiya. Salom holat. Nech pulga deyapsiz aka buni? 25 million deyapmiz. Nasib bo'lsa. Nech pulga berasiz? Bo'lishini ayting-da. Savdosi 18. Ko'radi-da. Ayting-da. Yo, endi ko'rsin, savdolashaveramiz. Kelsa, ko'rsin, savdolashaveramiz. Aytmayapsizmi? Yo, Ayting. Ha, bir nima ayting. 18 ga berasiz mana. Qo'yamiz. Qancha? Ko'rsin, savdolashamiz. Yarimga savdosi bo'ldi berganmiz. 18 yarim. Hozir o'tirib berganmiz. Had nomer aytingchi. 50lik 50lik 004 004 9105. 9105 ha. Hozir aylanib ko'raylikchi. Qo'ydi ko'r, aylanib ko'rdik-ku. Chetib. Mana metan balon. Yaxshi, balonlari ham yaxshi ekan. Hali. Zadnimoz, korobka, motorga Bizga almashmagan, Radnoy o'tirib Ishlarni ochilishi ham hali haqiqatan normal. Zo'rku ishlari ham. Mayli aka, rahmat. Mayli. Sog' bo'lingizlar. Yana bir mayli, sog' bo'ling. Rahmat aka. Mana like bosib obuna bo'lamiz akalar. Ko'rishlar soni mingdan ziyod bo'lyapti, lekin obunachilar kam, like'lar ham kam. 2000 ga yaqinlashib qolyapti ko'rishlar soni. Xo'sh, assalomu alaykum. Aka, videosi bo'ladimi? Qo'ymaymi? Mana yo'q dedi. Shunisidan bir so'rab ko'raylik chiqani. Nima deydi? Bu savdo bo'lyapti ekan. Savdo bo'lyapti, ba'zi. Yo'llar ko'rsatmaymiz. O'tab yangilarga o'taylikchi. Assalomu alaykum. Aka, video olsam bo'ladimi? Bu yili necha aka buni? 2023 men ham olsamda 23? Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. 2023 6000 deyapmiz. 6000? Ha, kraskasi qolib qoldi. 46 ming yurgan ekan, ha? Bizga shu kraskasi yo'q, mos korobka, motor javob. 6000 o'tib bersa beramiz ma'qul. Bu 12 barmi? 12 bar ekan, ha?
6000 dan nech pul qilib berasiz endi? Beramiz. Taqdirga qarab. Variantga. Balonlar yangi qo'yilgan. Balon yangi ekan, 4 ta balon. Kraska yo'q. Sizda motor, ходовой, задний most. Hammasiga. Javoban. Keladi, oladimi mana faqat. Bitta xarajati gaz quyish bilan. Bo'ldi. Benzin yurammi? Gazni ham o'zim qo'yib beraman birinchi. Benzingachi? Hali benzinga kim? benzin- Gaz propan, metanmas propan. Propanmi? Propan bo'lsa qulay ekan-ku qishga ham. Propan balonlarda mana 4 ta yangi balon, teskasi ham bu qanaqa deskada yo'lkami, nima deyiladi, lekin zo'r chiroyli ko'ringan ekan Damas'ga. Karmetal emas endi samarqandliklar tushunadi. Xo'p. Aka Vikipga boralik qilaman desa, Vikipga kelishmaymiz. Kelishamiz, farqi yo'q. mas hay nech pul deysiz masalan 5,5 bilanmi? 5400. Ha, pulga 5,5 beramiz. 5,5. Ha. Masalan 2000 puli bo'lsa, bersa, qolganini qancha vaqtga? Bu qancha vaqtda deydi, shuni bilsa keyin kelishamiz. 2-3 oyga bo'lsa bo'laveradi. Beramiz, ha. Bo'ldi. Aka nomer ayting. 94 94lik 189 189 74 44. 74 44. Aha. Mana aka, salon chixol polik qilingan ekan. Mashin sostaniyasi zo'r ekan lekin. Bo'lgan mashinda. Mashin faqat haydash kerak. Shogird kerak bo'ldi. Qayerdasiz o'zingiz aka? Ishtixonda. Ishtixonda mashinami bu? Olib kelganmiz tirikchilik bizga. Ha, mayli aka, rahmat. Qo'yinglar. Sog' bo'ling. Akalar like bilan obunani ko'paytiramiz. 2000 ga yaqinlashyapti prosmotr. Hali like 20 ta, 30 ta like nima bu? Endi u yerdan o'tib ketdi, mana asosda rivojlanyapmiz-ku. Xo'sh, mana shunisini olib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka video olsam bo'ladimi? Kerak emasmi? Olsam bo'ladimi sizdanmi? Ha, akalar. Xo'sh, buni yili necha aka? 12 ga 10. 12 da? Ha 12. 12. 12 deyaylik. Balonlari yangi. Xo'sh, probeg qancha buni? 142 ming. Aka buni kraskasi qayerda bu? Yonboshlarda birlikda petnotar va kesilib, urilib, chapolgan joylar yo'q. Buni задний мост, коробка, motor, ходовой, Umuman yo'q. mo'ylarigacha. Ha, benzindan ham yuramiz. Benzin ham, o'zi gazi nima? Metan. Metan. 92 benzin ham bor. Ha, benzin ham qo'yilgan. Metanchada bo'lsa, bundan qulay, lekin qishga kattagilik bo'lyapti-da. O'zimizning mashina metanda. Kraskalar yo'q, mana buni nima deydi? Shu qarsida ham bor ekan, oyoq qo'yish chiqishi ham tonirovkalar qilingan salon eshigini. Sejdinasi ham yaxshi. Haydayman degan odamlarga. Xo'sh, mana tepalari ham qilingan ekan, chixol, polik qilingan. Mashinada xarajat yo'q deyapti. Xo'sh. Buni qancha deyapsiz aka? Hamda 48 million yana kelasiz deb beradi. 48 million? 40 bo'lsa bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Qancha deysiz oxirini? Oxirgi so'rayveradilar telefon qilib farqi. Endi aytingda bular ham telefon qilsa agar Oxiriga 46 million qilib beraman. 46 2 million tushyapsizmi? 43 qancha ichmasan? Yo'q, yo'q, yo'q. Jabr bo'ladi. 12. 12 da aka. 46 qimmat emasmi? Yo'q, yo'q. Aka 16 17 lar 4,5 deyapti-da. 45 million qirq. Ha, nomerni ayting-chi. 91lik 91lik 709 709 96 39. Yana kelishiladigan joyi bor deyapti. Yili 12 ekan lekin. Aqa savdo bo'lyapti. Menimcha metanchalar, metanlari bor. Hammasi yaxshi. Xarajat deyapti. Qulab aka. Burimi? Yili necha? 20 ga 20, 2020. 2020, 21 deyapti endi. Xo'sh, buni probegini ko'raylik qani. 93 ming ekan, yangi mashin hali. Aka buni kraska Hozir hammamiz. sozdan tonirovkalar bor ekan. Mechgar ham bormi? Mechgar bo'lsa yaxshi, salonlari ham bor. O'zini chixolar bu. O'zi chol polik qilingan ekan. Motor, ходовой, задний мост, коробка, hamma narsasiga javob, ha. Mashin metanmi bu, propan? Metani, benzin yurammi? Benzinda ham Qayerda mashina bu aka? Oqdaryo Loyishdi. Oqdaryo, Loyish. Mana 4 ta yangi balon ekan. Mana bunisi zo'r qo'yilgan ekan, lekin chiroyli chiqdi. Karmetal diskalarda. Bu Samarqandda o'zi hammasi karmetal, 70%, 80% karmetal aka. Bu nech pul deyapsiz buni aka? 6000 kam bor aka. Qancha deysiz endi bo'lishini? Bo'lishi endi oladigan odamdan. 6000 bo'lsa 5400 bo'ladimi?
Yo'q aka 5400 dan og'irlik qilar. 5,5. Sunnatiga irimiga bir $200 o'tib beraman man. Variant. 5800. Variantga berilmagan. Yo'q, variantga. Faqat naqd. Iloji bo'lsa naqd. Zarurga sotilyapti-da. Buni nomer ayting aka. 50klik 50klik 717 717 16 14. 16 14 raqamiga aloqaga chiqaverasiz. Mayli aka, rahmat. Qayerda moshinangiz? Voy Shoqdaryo. Oqdaryo, ha. Mana. Rahmat aka. Mana bunday kelamiz. Bu tarafga o'tsak, bunda bu taraf mashina savdogarlar, kredit o'ylarlar, tarafga qimmat yangi mashinalar. Biz ham mana shu tarafga o'tamiz. Mana kelaveramiz. Xo'p, endi katta kiskilar, ya'ni birinchi nima olsakmikan, damazbirlardan olsakmikan. Birinchi orqaga. Assalomu alaykum. Xo'sh, mana shu yerlardan ko'tarikchi. Salom. Kimmi? Assalomu alaykum. Buni egasi aka? Assalomu alaykum. Aka, bu sizlardan emasmi? Yil nechi buni aka? Olsak bilan videoga? Hozir aka bitta shuni olaylik, keyin videoga qilamiz. 2014. Balonlar yangi, chixoli qilingan ekan. Sabzi rangisiga bo'lar ekan. O'chiraylik. Assalomu alaykum. Hozir aka. Probel qancha? 200 ming, 2 kilogramm 199, 200 ham bo'ladi. 2014 namozi. Katta kimalari bor ekan, kraskasi. Menimcha bu kraska qilinmagan ham. Mana bu ichlari ham yuk ortganga o'xshaydimi nima bu? Xo'sh. Gazi metan. Metanmi aka bu? Metan ekan. Xo'sh, saloni lekin chiroyli rang ekan. 14 dedingizmi aka buni? Shqol poli qilingan. Bu bari ham Malibu 10x mi mana bari aka? Malibu ha? Buni kraskasi qanday aka? Kraskasi qanchalik? Tozami? O'zining poli. Motor ходовой, zadnima, korobka. Ishi yo'qmi aka uni? Nech pul deyapsiz? 3700. Ishmi bo'lishini ayting aka. Bo'lishi 3,5. 3300 nima deyman? Ma'lum beraman. 3400. 3,5 bo'lishi. Ha, nomer aytingchi aka. 93lik 342 93 29 1,5 ming 2 ming puli bo'lsa aka, kelsa bo'ladimi? Qancha vaqt kutib olasiz qolganini? Alo, kelsa bizmi? Bemalol agar bo'lsa. Xush yo'llik baqa. Buni ham olaymi aka? Buni yili nechi? 12 2012 mana aka. Oq bu maloshni ekan, oqmasiga bunisi oq edi, bu maloshni ekan. Buni ham salonlari yaxshi qilingan. Chixol poliklar. Buni oddaligi ekan, oddiy polik. Mana arqalariga ham polik bu yerda yo'q ekan lekin. Tonirovkalar bor. Kraska maloshni 2012-yil. To'rtta balon yaxshi holatda. Xo'sh, balonlar bo'ladi, yana katta haydasa arziydi, lekin alishtirgan yaxshiroq baribir. Xo'sh, buni qancha deyapsiz aka? 3300. Buni sal arzonroq qilishmasam aka? 3700. Buni sal arzonroq aka, buni ichmasam. 318 ming. 3100 bo'lishim. 3000 ga bering aka. Aka, 3000 ga. Bu nimada gazi? Obunachilarga gazi nima? Metanmi bu? Metan. Xarajat bunda ham yo'qmi aka? Yo'q. Motor ходовой, zadnimoz qarab emas, lekin unda kraskasi-chi? Tozami? Bir ikkita joyda bo'ldi, unda fit bor. Nomer boyaga nomer ha? Boyaga nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Shahzod Zoirov desangiz chiqadi. Qaysini aytdingiz? Ana 313 mida? Hozir boramiz aka. Shumi? Xo'sh, nomer 313 nomer chiroyli ekan. Aylanib ko'raylikchi. Gazi nima ekan buni? Gazi propan ekan. Propanda mashina. Hozir so'raymiz, benzinda yuradimi, yo'qmi? Noshkalarni zo'r qilibdi bu ham. Bu ham raqamda moda olib ketamizmi yo o'zi moda bo'ldimi men bilmayman, lekin balonda alishtirish kerak ekan oldini. Bunisi yaxshi ekani.
Mana shuni alishtirib olish kerak ekan. Aka buni yili nechi dedingiz? 99. Ha? Yili 99. 99 mi? Qanday 200 pul qoladi? Qilinganmi bu keyin? Ha. Ko'zib qo'yilgan aka. Ha, yo'q, shuda. Hayron qoldim 99 degan yozib 2019 danmi keyin chiqqanmi? Ko'zida 21 qo'yilgan. Ha, 21 kuzda. 99 ni mashina. 76. Ha, qo'shib bor ekan-ku shuni. Pasaytirib turaylik aka. Avtorskiy beradi YouTube'ga. Chol poli qilingan salonlar yaxshi. Arqa jilnasi bormi yana? Ha, bu. Qara salonga qo'yganda shuncha olgan. Ha. Bu shamni qo'ysalar bor ekan. Baqir-chaqir qilammi bu? Qo'ygan vaqtda. Mazza. To'yga qo'ysa o'tkazib beramsa to'yda. Buni necha pul deyapsiz aka? Mana 3300 deyapti savdosi bu. 3300. Qancha savdosi endi? 2800 larga bo'ladimi? 3000 bo'lsa axir beradi. 2800 aka 99 yili. Balonlari ham alshtirish kerak ekan, oldida 2 tani. Balonni har orqada bo'ladi-yu. Ichida 4 ta balon qo'yishga yarajot shu, boshqa yarajot yo'q. Kras, ayolsiz nima bo'lsa kraska ham emas, motor hadovoy zadnimiz, korobka. Hadovoy zadnimiz 100% javob. Javoban aka qo'ygan aka. Yutib berasizmi 3000 aka? 3000 axir bo'lsa beradi. 20 ga bir ron not beradi. Ha, bo'ldi buni 1,5 puli bo'lsa. Qanday bo'ladi? 2-3 oygacha bera oladi aka. Qancha bilan kelsa? $1000, $1,500 bersa, qo'yganini Nomer ayting aka. 90lik, 90lik 504, 504 80, 83. 80 83 propan ekan bu aka. Ha, Benzindan beramiz. bizni beradi. Mayli aka, rahmat. Shunday o'tamiz endi. Qaysini? Buni olamiz aka. Bemalol. Ketib berami? Ha, bunda siz aytasiz, biz olmaymiz aka. Buni yil nechi? 21 yil. 21? Ha, bu yangimi? Haqiqatda 21 mi chiqib? Xo'p. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi Petno'si bor ikkita. Petno? Qayerlarda? Mana berga bor. Ha, o'ng tarafdami? Mana berga bor. Ha, orqa tarafda. Belli boshlaydi. 2021 bo'lsa, hozir yaqindan o'tib ko'raylik, probeklarni ham ko'ramiz. Buni balonlari lekin yangi ekan, to'rtalasi ham. Salon holati. Chol poli qilingan. Tepalari ham, shunlari ham zo'r chiroyli chiqqan ekan, lekin bu tarafga eshikka yo'q ekan, lekin tepasi chiroyli chiqdi. Yurgani qancha? Qashda 3 kirib qoldi-da. Aka bu laba 298 da. 298. O'ziniki yo'q. Ha. Tonirovkalar qilingan ekan. Ha, oldida yo'q. Buni gazi nima ekan? Buni gazi ham propan ekan bu ham. Aka buni qancha deyapsiz? Buni 13 million deyapmiz. 60 million? Qancha motor hadovoyda ishi bormi? Korobka, Zakondan. zakondan. Necha pul berasiz bu ishini? 57 million bo'lsa beramiz naqdga. 55. 57. 5 qan aka? Yo'q, yo'q, 57. Qanday nomer ayting? 77lik. 77lik 179 179 0900. 0900 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Ismingiz nima aka? Ismim Hasan. Hasan. Qayerdan sizlar? Urgut. Urgutdanmi? O'zimizga yaqin ekansiz-ku. Tayloqdanmi? Biladi. Aka rahmat. Sog' bo'ling. Mayli. Sog' bo'ling. Kanal nomi nima? Shahzod Zoirov. Tog'angami? YouTube'gami? Ha? YouTube'mi? Ha, YouTube'ga. Shahzod. Yo'q, bu unaqa X bilan. X alishadi. Hali yangi boshlanganda. Ha, Shahzi, O-D, pastki chiziqcha qo'yasiz. Zoirov. Zoirov. R-O-V. Mana shunday. Mana shunday qilasiz. Mana shunday yetishingizda. Bel batista tashlab. Mayli aka, rahmat, sog' bo'ling. Mana akalar bitta obunachi ko'paydi yana. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yingizlar, like bosib. Assalomu alaykum. Aka, video olsak bo'ladimi? Laba? Olga hayr, xohlasangiz yopib tashlaymiz. Ha, bo'ldi aka. Buni yil nechi? 2010. Probek qancha buni? 3,5 kirib?
3352 ming ekan. Buni radiosi bormi aka? Bor aka, boshqa yangi qo'yib beraman. O'ziniki ancha qilingan edi, uni qo'yib. Ha, yangi qo'yib berasiz. Ha, boshqa qo'yib. Bu chexol qilingan ha? Ha, qilingan, o'ziniki unaqa qilmaydi ketgancha. Chexol polik bor, apshikalari. Bu tepalari ham qilingan, yaxshi. Bari bilan bor edi. Barlar bu Malibu bormi? Bo'lmas, bari bilan, prosta bari uchun yana kalon qaramani qilish kerak, teshik ochib qo'ying. Ya bu yaxshi-ku. Juda yaxshi, normalda. Poliklar bor. Bu metanmi bu aka? Propanmi? Metan ha? Mashina metan ekan. Benzinda yuradimi aka? Benzinda yurmaydi lekin. Yurmaydimi? Benzinda yurmaydi hozir men balonlarni ko'rsataman. Balonlari yaxshi ekan, yangi. 4 ta yangi balon. Yo'q, yangi emas ekan, katta qilingan ekan, haydalgan. Lekin 1-2-da beradi agar normal haydasa, normal odam haydasa. Aka buni kraskasi qanday? Chaqa qilib sepilgan. Sepilgan ha? Motor, ходовой, задний мост, коробка. Pastroq ovoz yo'q, motor, korobka yo'q. Zadний most ovoz bor katta. Nechidan keyin? 60 dan keyin. 60 dan keyin. Buni necha pulga berasiz? 38 deyapti. 38? 30 ga berasizmi aka? Bir flotda. 32 ga ham. Kelishtirib beramiz, nega narxlarga. Ha, qanchaga o'zi ko'nglingiz qanchaga? Ha. Sizga qancha qimmat bo'lsa yaxshi. Bizga qancha arzon bo'lsa shunday. Ha, 35 demang, aytib tushib bering endi raqam. Telefon qilsa. Nomer ayting aka. 97 lik. 97lik 323 22 25. Agar 2000 lar bo'lsa masalan qo'yga variantga ham berasizmi kelsa? 2-3 oyga. Qayerda mashina bu aka? Pastarg'on. Ana rahmat. Sog' bo'ling. Labolarga ham o'tayliganda vaqt cho'zilib ketyapti-ku. Meni ham qiynavermangizlar. Ikkita ishda labo olamiz, qaytamiz shu bilan. Bugun odam ko'p, lekin havo issiqligi hammi normalniy odam. Ha, mana shu taraflarga o'taveraylik. O, yana qo'shiq boshlandi buyoqqa. Mana shu yerdan ovozni o'chirayotganmiz, demak. Labolar qayerga qoldi? Shuncha uzoqqa ketib qoldi meni. Ha. Issiqligiga yurish ko'p yoqmaydi ekan odamga. Mana buni etiketi ham bor ekan, mana etiket olingan ekan, bizlar ham oldik mashinaga. Tozda chiqdi 2016-yilgi mashinamizga. Mana shu yerdan boshlaymiz. Xo'sh, qaysidan boshlaymiz? Mana shu rangni olaylik, menga yoqtirgan shu rang. Chiroyli ko'rindi ko'zimga. Assalomu alaykum. Aka, video olsak bo'ladimi? Yil nechi buni aka? 23. 2023. Bu ham Karmetal diski aytdim-ku, bu Samarqandda imzosida bu. Xo'sh, 4 ta yangi. Ko'raylik bu tarafni. 4 ta yangi balon qo'yilgan ekan, aka. Chexol polik bor. Mana bu ham Onyx bor ekan. Buni magnitofon bor ekan, telefon qo'yingiz. Probegi qancha? 111 ming, 1 kuruk sal ziyodroq yurgan ekan. Xo'sh. Buni ko'p obzor qilmasa ham bo'ladi. Buni endi damoqmas kasalliklar yo'q. Nech pul deyapsiz aka buni? 7,5 deyapmiz. 7,5. Buni ishi bormi buni? Motor, ходовой, задний most, kraskasini so'ramaysiz. Bu endi yuk tashiydi boshqa bo'lar. Kraskasi bormi? Yo'q, endi to'prakda tozda olgan odam bilmayapti nima ishga ishlatish uchun kraskasi mayli shart emas labolarga. Ishi yo'q aka buni umuman. Mashina metanmi? Metan. Metanda ekan. Benzinda yuradimi? 7,5 kelishtirib ayting aka sen. Ikkita video qo'ydim. So'kayapti kommentariyga, qimmat qo'yyapsan deb. Nimasiga ham bog'liq aka mashina. Yo'q, mashina yaxshi ekan. 7000 ga berasizmi aka mesela? Telefon qilyapsiz. Telefon qilursan, hay nomer ayting aka. 95lik 95lik 571 571 75 95. 75 95 ha. Qayerda mashina bu aka? Jonni mashina. Jon. Mayli aka, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Portlardan olamiz. Yani o'taylikchi. Men olaman dedim, u yangi ekan, qimmat ekan. Yili eskiroqlarni ko'raylik, arzonroqlarini. Kommentariyada gapiryapsizlar-ku. Qimmat olyapsan, nima qilay qimmat olmay? Mashina tushmayapti narxini. Mashina ko'p, odam ham ko'p qandaydir bu. Assalomu alaykum. Aka, video olsak bo'ladimi? Buni yil nechi buni aka? Yili 22.
22. Xo'sh, 2022-yil Damas. 49 ming. Hozir ko'ramiz aka. Qulf ekan-ku bu. Xo'sh. Chexol polik qilingan, yurgani 49 ming. 50 ming desa ham bo'lganda 49600 ekan. Xo'sh. Buni yaxshi ekan, so'rasangiz, afishkalari ham qilingan. Mana shu afishka menga yo'qa, bilmayman nimaga. Bortli. Mana bu bort. Bortda ichini ham ochsa bo'ladimikan? Ko'raylik chiqani. Ana yo, bismillah. Mana bu ichki holati. Ichi bu displey nima deydi, shunaqadan qilgan. Yuk tashishga zo'r ekan lekin. Bu yoqda teshchalar ham bor ekan havo kirishga. Mana bu yoqda havo olishi. Aka menimcha tovuq boqqanda, samon tashiganga o'xshayapti, samon taliz bor ekan yoqda. Mashina hozir so'raymiz. Yo'qaylik. Bu nimada yurgan ekan? Bu metan ekan. Metan ekan aka bu? Benzinda ham yuradimi? Yuradi. Kraskasi qanday buni? Motor hadovoy, zadniy mos, korobka, zakoni, balonlar yaxshi ekan. Bitta mana bu salalga ekan, lekin bu ham ancha yurib beradi. Xo'sh, nech pul deyapsiz aka buni? 7300 deyapsiz, kelishamiz. Nechiga kelishasiz? 7000. 7000, 6000, 8000 mi? Kelishimiz kelishamiz. Nomer ayting aka. 99lik 99lik 175 175 55 55 08. 08. Qayerda mashina aka? Jamboydiki. Jomboy? Jomboy bo'lsa ham yaxshi. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana aka. Bu taraflarga o'taveraylikchi. Yili eski narsam yana yili yangi chiqyapti. Mana eski labolar yo'qmi? Shu bursaklarga o'tib ko'raylikchi. Ko'p bo'lmaydi, yana bitta olsak shu bilan yetadi. Ana shu maloshni rang laboni ham olamiz, qaytamiz shu bilan. Agar ruxsat bersalar, mana uni ham olaylikchi. Bu nima mashina ekan bu? Assalomu alaykum. Videosini bilaman aka, sizlarmi? Bu nima mashina bu ismi? Hafel. Qayerdaki bu aka? Shu yerdagi Samarqand. Buni ichi kengroq ekan labolardan. Ha, buni aytgancha oldi bor-ku. Bu nechinchi yil aka bu? 2007. 2007. Yaxshi. Buni nima ishlari bor aka? Xarajat qanday bo'lar? Olgandan keyin motor, hadovoy, korobkalar yaxshi. Hadovoy, korobkalar yaxshi. Yaxshi, balonlar. Salonga soat berishga ikkita balon bo'lishi kerak. Oldiga ikkita balon kerak ekanda. Bu ham ko'p charchamagan ekani. Hay, bunda alishtirgan yaxshi-da, u yuk mashinaniki. Saloni lekin salon yaxshi ekan, ko'palik emas. Polik qo'ysa, chiholi ham normalda. Buni nech pul deyapsiz aka? 3000 deyapmiz. 3000? Yil nechi dedingiz? 7 dedingiz, ha? Buni bort tepasi ochiq ekan. Yaxshi mashina ekan lekin. Nech pul qilib berasiz aka bo'lishini? Kelishimiz joyi bor. 2400 lar. 2400. Qanchaga qiladi? Kelishamiz. Ha, bir narx ayting-da, bular ham qanday qiladi? 2700 bo'lsa beraman. 600 ga. Ha, 2700 bo'lsa, 1,5 minglar puli bo'lsa, kelaversami? Qancha vaqtga qilib bera olasiz? 1 oy, 2 oy, 3 oy. 2 oyga. 2 oygacha, 1,5 ming pul bilan 2 oyga kelsangiz bo'lar ekan. Nomer ayting aka. 90lik 90lik 192 192 82 90. 82 90. Qayerda mashinangiz aka? Cho'ponota. Cho'ponota. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Videosini bilaman aka. Ishlatilmasin mana. Sog' bo'ling. Mana. Ruxsat bermadi men aytgan babo. Menimcha bo'ldi. Mana shu tintlisini ham topib ko'raylikchi. Tayloqlikka o'xshaydi o'zimizni. Uni tanish odamga o'xshab ketdi, lekin menimcha. Assalomu alaykum. Boshqa ekan. Assalomu alaykum aka. Videosini bilaman aka. Aka buni yili nechi? 26. Yangimi? O'zim aytdim, bitta sasdan. O'zini chexolda polik bor. Mashina 7200 aytdi. 2026 7200 yurgan ekan. Xo'sh. Bular tentlari ham yaxshi. Yiqilyaptim. Ichini ko'raylikchi, buni mol bozorga olib chiqqanimcha. Shunga moslanganda, chunki alisi ham kelyapti-da, frantsuzskiy hidi ham
mol bozorda. Frantsuzga atirlar bo'lak, o'sha xatlar kelyapti-da o'sha bortdan. Buni kraskasi toza uyat bo'lagi, kraskasi so'rasam hozir. Aka metan edi bu? Metanda? Propanmi? Oldin metan ko'rmadim. Men yo'q ko'rdim. Motor ko'rpa benzinga yuradi bu. Yangi. Yo'q, ko'rdim aka metan. Ha, propan bu yoqda bor. Aka buni motor hadovoyda ishi yo'q, o'zi yangi 7000 yurgan mashina. Ishi yo'q ham nima buni? 7000 gina yurgan ekan o'zi. 2026 105 deyapti. 110 million olgan. 105 million. Qimmat aytmasmi? Kelishadi ya. To'la raqam aytaman. 90-95 millionlar. 90-95 millionlar bo'lmaymi? 90 millionlarga. Buni ham qimmat aytmayapsizmi? Hadi. Siz bunga qarab turibsiz prosta. Ketgan. Ha, egara ketgan. Aymasam nomerini ayting masam, o'zi bilan gaplashadi-da. Telefon raqami? Ha. 93lik. 93lik 882 882 48 48 98. 98. Qayerda mashina bor ekan? Qayerda mashina? Oqdaryo Loyish. Oqdaryo Loyish. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'sh akalar, endi Spark Matizlarga o'tamiz. Keyingi videoga o'tib ko'rsatib bo'lasiz Spark Matizlar narxini. Keyin tikolar olamiz, yoqdan Lacetti Gentra'lardan olib ko'ramiz. Sizlardan faqat bitta iltimos, like bilan obunani bosib qo'yamiz. Keyin kommentariyalarga ham izohlar yozishni unutmaymiz. Akalar, mashina qimmatmi, arzonmi narxlarni aytamiz. Matizlar chiqani menimcha qimmatga o'xshaydi. Labon eskini olaman, hammasi 20 dan baland chiqyapti. Mana mashina bozor.